Menga bir minut bering va men sizga ingliz tilida foydali nimadir o'rgataman. Bugungi o'rganadigan narsamiz o'zbek tilidagi qancha shuncha iborasini aytishni o'rganamiz ingliz tilida. Xo'p, bu qanaqa usul? The plus comparative degree. Comparative degree degani bu sifatni qiyosiy darajasi. Chiroyliroq, yaxshiroq, yomonroq, kattaroq, shunaqa. Keyin plus subject plus verb. Subject plus verb nima degani? Bu ega va kesim degani, ya'ni to'liq gap. Bu tomoni ham xuddi shunaqa bo'ladi. Birinchi subject plus verbdan keyin virgul qo'yasizlar. Kelinglar birdaniga misolga o'tamiz. The harder you work, the more successful you become. Qattiqroq ishlasang yoki qancha qattiqroq ishlasang, shuncha muvaffaqiyatliroq bo'lasan deyapti. Keyingisi, the earlier we leave, the sooner we'll arrive. Qancha ertaroq jo'nasak, qancha ertaroq tark etsak, shuncha tezroq, shuncha ertaroq boramiz. O'zingiz gap tuzib ko'ring va misollarni kommentariyada yozib qoldiring.